qamar lablaringdan yanar edim men, xumar edim men. Voy, lochinim lekkilashimizni qarang. Qizimizga bugun birdaniga 3 ta sovchi kelmoqchi. 30 yilda bitta ham kelmagan, bir kunda 3 ta. Baxt kelsa bo'ktirib barkanda ketdik. Короче, tema boboy. Qizizni menga bersangiz, 3 yilda milliarder bo'lib ketamiz. 3 yilda milliarder? Onangni bir o'ylab ko'rakchi. А есть подарим бургам фонтанчик с черным дельфином и в жизни видеть лишь раз его. Ye, qayerqasi kelding? Mamlakasi keldim. Tezda shunaqasi yo'qol bor. Bekor haydavordingizda lochinim. Yana ikkita kuyov bor, rohat, ha? Assalomu alaykum papul. Agar qizingizni menga bersangiz, dard cheksa Ibn Sinoni uyg'otaman. Oldin parasatni uyg'otish kerak, ana buni. Choydan ichincha o'zingiz yeb ketarsiz. Yoqib olmanmi? Bitta o'ylab ko'rakchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hoji, yaxshimisizlar? Ha, Ye, onangni. Yomon xushbichim yigitmikan? Yaxshimisiz? Qizinglar menga beringlar. Mendan ham zurriyot qolsin. Bekardan shuncha mol dunyo zavodlarni itga tashlab ketmay. Ha? Mol dunyo zavod deydimi? Ja, dadil gapiraveryapsiz. Orqangizda kimdir bormi deyman, ha? Bor. Orqamda gamer o'yin bor, mana. Shuni yo'qotaylik. Umuman problem qol. Shu xolosmi? Sen to'yda harakatini qil, men bu yoqni big'illatib kelaman. Ketdik. Ama to'yga yunka bilan mashatillarni aytasam, jizni big'illatib ketishadi. Hop. Senga qizimni berdim. Senga Flibodio 600. Voh, xoram gemeroy. Ko'rdingmi? Bo'sh bo'ldim deguncha shunaqa taksilarga osiladi, onangni emgir. Orqani ehtiyot qiling. Orqani.